Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Word'ning yakuniy darsi, ya'ni silkalar, qalamtalar, tayyor hujjatlar bilan ishlash. Biz Word dasturiga girib olamiz. To'g'rimi, Isrorbek? Girib olamiz. Новый dokument tugmasini bosamiz bu yerda. Sizlar bilan hisobga bo'limini o'tdik, konstruktor bo'limini maketi o'tdik, to'g'rimi? To'g'rimi? Silka bo'limini kelib qoladi. Keyin rastilka, bu hozir biz o'tishimiz mumkin bo'lgan narsa. Bu yerda hozir vid bo'limini o'tishimiz mumkin. Bular masalan, qaranglar. Xat yuborish bir-birsangizda masalan, lekin bu bizda ishlamaydi. Aytib qo'ymayman, bizga vход deydi, ya'ni kirish deydi. Уже registratsiya bo'lgan emas bizning Word'larimiz. Shuning uchun bular ishlamaydi bizda hech qaysisi. Rastilka bo'limi ham xuddi shunaqa bir kerakli narsa yo'q. Masalan, bu yerda stillari va hokazo shoma narsalar bor qo'yibdi. Biz u narsalarni bilan o'zgartirsak ham bo'ladi. Bizga qulayroq bu bo'limga girib o'zgartirib o'tirgandan ko'ra. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri nima o'tamiz. Keyin bitta zashta bor. Uchdan bo'lgan narsalardan. Nima Lorem. Nechadan beri o'zi yetadi bizlar, ha? Zashta. Zashta ishlashi bu nima desam bo'ladi sizlar. Necha tip parada rasmlari parol qo'yamiz. Qo'yamiz parol. Word'da. Bizlar 1 2 3 1 2 3. Nima qo'yadi? Новый parol необходимости повторения deydi. O'ki bosaman. 1 2 3 parol qo'ydim, to'g'rimi? Endi qaranglar, ushbu faylimni saqlayman. Nereye saqlayman? Рабочий stol atashimandan qaranglar. Shuni saqlayman. Himoyalangan. Saqlandi, to'g'rimi? Chiqib ketamandan papkaga kirib. Dialogni oldibdi, beraga. Qo'y beraga. Qo'y beraga. Yo'q, kompyuter tursin shu yerga beraga. Qaranglar. Himoyaga kiramanda shundan bosaman. Ko'rib turibsizlar? Yozib qo'ymaydi bu yerda. Tushundingizmi? Ya'ni men tashlagan narsamni o'zga tashlangsizlar ham bir foydasi yo'q. Men o'sha asosiy bo'lib turmaydi-da, o'zim ajralib turadi hamma narsalar. Parolarda tamasizlar. Tushunmayman shuni. Mana. Masalan, parol kodini aytdim, to'g'rimi? Parol faylingizga qo'yilmaydi. Faylga qarang, faylni keltirib turibmiz. Faylni yozib bo'lsam, o'qiyotgan bo'lsam, qarang, главный bo'limini o'zgartirish kiritsak bo'lsam, kiritib bo'lmaydi yana. Tushunib turibmizmi? O'zgartirish kiritib bo'lmaydi, men yozib qo'ygan joyga. Umuman, o'sha o'chib turibdi yana. Вставка bo'limi ham bo'lim o'chik. Chunki men blokab qo'yibman. Ikkinchi tuzatishda deydi, ya'ni zachtani olib tashlash, ya'ni himoyalanganni olib tashlash deydi. Buni bosaman, mendan yangi qo'ygan parolni so'raydi. Agar parol xato yozsam, parol xato deydi. Men keyin bir yozib bilaman, lekin bu yozgan narsam baribir tak nozam bo'ladi. Baribir kerak bo'lgan narsa. To'g'ri emas. Avtorskiy huquq haqiqiy garantiyalari ish bilan beriladi. Masalan, men hozir parol olib tashlashim uchun ключ bosib turaman. Necha qo'yaman bu yerga? 1 2 3. Parol olib tashlandi. Keyin qaranglar, только чтение deydi. Ya'ni blokirovka yozishimiz ham turlari bor. Только чтение. Faqat o'qib bilsin. Masalan, shu men blok qilib qo'yaman, faqat o'qib bilsin, ma'lumot kiritib bilmasin deydi. Keyin зависимости исправления deydi. Nima? Включение deydi. Вход данных, bo'ldi. Вход данных parol qo'yamiz. Da, включить 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, bosdim. Endi chiqib ketamandan giraman. Bundan xuddi shunaqa. Mana, qara. Bundan endi umuman yozib qo'ymaysan. Yana yozib o'tirgan bo'lsa, yana qarang. Men past bossam ham yuqori chiqib ketyapti, qaranglar. Yo'q, men yozib qo'ymayman. Ko'rdingizmi? Blokirovka etibman. O'rgantirdim, sen uyga vazifani mana tashlasang, sen uyga vazifani keyin bilan ko'rsatib qo'ymaydi-da. Tushundingmi? Sen tahrirlab qo'ymaydi vazifani, ashab tarashasiga yozib bo'lsa, uyga vazifalangiz. Zastagram. Na. Rezervирование degan bo'lmaga kirdim. Organizmda redaktorga parol olib tashlab chiqib turibdi hozir menda. Sizlarda parol qo'yish chiqib turadi. Включить parol bosaman, parol yozmayman. Parol 1 2 3 4. Okey.
Parol yazdık ve bilen özdeyiz neresi teleşiriz mümkün. İmla tercüme etsizler özdeyiz. Fakat çiftliğine diyeni fakat okup bilsin yani. Muhot danik na bu polyon formu yani muayece yazıp bilmesin diyeni manoda bu. Bularım teşhir görüşürüz mümkün. Herkesin özüne yarasha kulaylıkları bol. Parol alıp duradım ağzı. Sizlere bol sefer alalım. İlk dakika sazla parol koyuş. Parol koyup mataşsızlar. Tüneli mi? Eğer dokumentin özüne gerekli olmasa alo. Düşünmesizler boldu. Ve mataşsızlar. Okey. Keyin bir de bu mesela şartmagan bu narsa. Property sistemisi rasmlar qidirib post bilan joy bir gap qisqasi beraman. Shartamiz masalan chizgan rasm borligi, qayerda rasm borligi shu o'zi. Keyin vid bo'limini o'tamiz. Bu vid bo'limi bizlarga kerak. Masalan, ko'proq ishlatamiz vid bo'limi. Vid degan nimadan tarjimasi o'zbekcha? Vid. Mashina video so'ragan a? Okay. Vid ko'rinish. Ko'rinish. Okay, vid d. Ne yazqi vid. Vid degani ko'rinish degani. Sen ko'zing yaxshi o'tib beri? Yerga o'tirsan. Tomon turib tursana sana ben yaş. Qaranglar. Vid bo'limi ko'rinishdan bo'lim. Biza ko'rinishni o'zgartirishimiz kerak. Rejimni chitение deydi. Chitение degani o'qish degani. Rejim chitение ya'ni o'qish rejimidan o'tish. Tekshirib yuramiz o'qish rejimi ekan. Ekrandan setlatib berdimi? Ya'ni kitob ko'rinishini aytyapti. Biza ish ko'rinishini qaranglar pastda. Mushaqlar pastda o'zgartirgan bo'ladi. Bo'lmasa ham bo'lmasa internet orqali bir shifrlab beradi bizga, boshlatib beradi. Avo. Arasini ochib beradi. Tak qo'pollatib aytganda o'quv uchun yoki bir boshqa narsa uchun ishlashingiz mumkin. Bu bo'lim bizda ishlaydigan doimiy bo'limi shu o'rtadagi. Bo'lmasa yani kichkina bo'limi kitob aytib beradi. Uni ko'proq ma'lumot olsak ko'rishimiz mumkin, yana ko'proq bo'lib. Teng Lorem demandancha demay beradi. 200 al senga videoda qolmasin. Videoni qaranglar. Nega bosamiz? Kitob. Yozami? Kitob yo'nalishga kelib qo'ysa bo'ladi. Va buni bosamiz, yana joyga kelib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi struktura bor. Strukturasini chizib bo'lsin, shuni tanlashimiz mumkin. Bir de условия 8-9 yo'q, bu shart emas. Bizlar voydo. Bilmaydi hisoblashamlar bu yerdan. Urgan 5. Aytamiz bizlar. Keyin qaranglar, bu yerdan vid bo'limidan cho'rnavik degan narsasi bor. Cho'rnavik degani sen testlatib ko'rish mumkin, bu narsani yozib ko'rish mumkin, yozini chiqadi, boshqa chiqadi. Ashularini teslatish mumkin. Cho'rnak bo'limi bu ham shart bo'limi emas bizlarga, kerak bo'limi emasdan. Keyin bu yerdan fokusирование deydi. Ya'ni как bir kitob ko'rinishida chiqarishingiz mumkin. Ya'ni kitob chiqarsangiz ham ko'rinishda kerak keladi bu narsalaringiz. Shuni testlatib ko'rishingiz mumkin bu yerdan masalan. Ko'rinishdan. Biz tortib ko'ramiz bu yerga. Tortamiz. Tortish. Shu o'rtasidan kesasizlar, ko'rdingizmi? Endi ichida tortib chiqarsak bo'ladi yana. Ko'rdingizmi? Eng ichidan torttiradi kitoblarni. O'rtasidan tortasiz bilan o'rtasidan tutib olishadi. Xohlaganlar zabt qilib qo'yishingiz mumkin. Tushunarlimi? Okey. Undan chiqamiz. Сохранение. Hop. Ketdi bunlar. Qaranglar. Vid bo'limida keyin ko'rdik, savol. Keyin kitobi biz hozir mening yo'l turibmiz, to'g'rimi? Hop. Zashtalar qilibdi-ku, zashtasi kerak endi buni yana. Kodni yozamiz. Bu bo'limga kiramiz. Zashtani bosamiz. Открыть частоту paroli 1 2 3 4. Parol ochdik. Bu endi Lorem deb yozaman. Teng Lorem. Teng Lorem. Mana ko'rinibdi. Novoydan hozir o'tirib dastlazim o'zim qo'lda o'tirib, men palankasi deb. Endi bizlar bo'ladi-ku masalan, yashamiz uchun. Mana. Ha, sanki ishni shu yo'q qilgandan.
Gördüngmi? Eger iş bulunsa, gorizontalniy bolsa, mana üçünden başga yakınlaştırıp bolmaydy. Yakınlaşgan iş şu. Munda koysak, hohlanmasa yakınlaştırıp, hohlanmasa yumşatyp mümkin. Tushunarlimi? Köpçülikde iş özellik kadrosu mana. Şunu uçurup koyuň ana. Vid bölümünde, mesela maket bölümü, adaşmasam no bu dem bölüm. İngilizce bolsa. Işi yaklaştırıp, işinde koyup koyuşayt ha. Bu yakınlaştırıp, hohlansak görüşäs mümkin. Bölümde dursa, en yakınlaşgan iş şu. Bundan ortak yakınlaşmaydı. Lekin şu evet yazış, evet çiziş hem öz işidir. Şuňjan şu bölümde kullanmagyňyzy tavsiýe kılaman. We bizde setge diýen narsa bar. Lineyni bar, setka bar, bu bar. Bu post bayanlar arkadaşlar. Kanala. Setge ne bu? Çakmak defter mi bu? Lineyni öçüp koysak bolady. Görse de boldy. Bu lineyni çıkışyny sebäp kanala. Lineyni noga ýazgyra ýukarydagine kalan titel diýen narsalarymyzy hohlaýandas apar koşulýarymyz mümkin. Şuň üçin gerek bizde bu narsa. Açalım mesela ötken derslerde bu narsany näçe ekenligini. Ben görüşäňiz mümkin. Şuňa dilini ýandyrany ýaxşy. Bu setge ihtiýaç bolsa, masalan, bir proje gerek bolsa ýakşyňyz mümkin. Neden ýalyp çykan holatda noýdy? Tura işine ýalyp çykan holatda. Markov zapisdi. Sada zapis işlemesligi mümkin çünki açıklaman satın alınmagan. Zapisini özüm şu diýen adam zapisini. Üçün gerek keligine bilmez zapis. Depoz etdim. Adınca tamam zapis meseleni. Bu zapis düşüpdi bere. Peki bence bir bölene gerek bolşy mümkin eken, zor narsa eken. Bence. Ну, что там азаш? Я свойства dedi, свойстваларына bile zaşta dokument, yani aytgan narsalarimizni haqiqiy sanoda gözek wagt parusa dezler, bularma soranmada sorasa, doğruma? Faydaly ma'lumotlar görsem men durup. Görsem. Şunçaki narsa koysa bolady bede. Okup çıkışaydı mesela zaşta paroля dedi. Dokument parolem dedi. Dokumenta parol koyamaz mesela. 1, 2, 3. Повторение dedi. Ha? 1, 2, 3. Çıketama. Gördün mü? 1, 2, 3. Nasıl parada? Zor oldu mu? Şimdi parolama eski wagtda şamanda şu parolap taşdylar. Mesela çakaman bunu. Sen git parasana. Şirama. Ira başla. Parol diýmän, çaty parol 1 2 3 4. Doğrumy? Ega 1 2 3. 1 2 3 adi, imçimen garaňlar. Zor boldumy? Keyin. Yok. Keyin свойства bilen ýetmek. Bilen garaňlar, fakatgina zaşta dokumenti basdyk. Zaşta dokumenti alyp taşaşymyz mümkin, üstüne basamyz. Paroly alyp taşaş üçin tüstü etip koýamyz. Öçüp taşymyzdan OK basamyz. Ana endi parolamyzy alyp taşadyk, düşünýärmi? Boldy. Taşaş şundan bolady. Düşünärlimi? Okey. Endi mat type bölümi. Mat type bölümi sizlerde işlemedi. Sizlerde iş hemmesi ok bolyp durupdy hazır işlemedi. Sebebi sizlerde bu mat type diýen destur ýok. Bu destur oňatyş kyn destur. Nazam platny destur bu, pulla destur bu. Уже ben giren struktam bopdy. Adaşmasam. Modu tüpmüýdem onu näse. Bu näçe işletiladi mat type desturu. Mat type desturu asasan matematik emellerini beceriş üçin işletiladi. Mesela bazı düşeýiklere oh evet bana. Mesela sizler üniversitede girseniz erteň okuşa basaňyz bir döwlet işlerine köpünçe şunu mat type dikkat edin. Mesela misallar bolan bolsa mesela kanala ýazama. A teň 55 köpege x koşulan 600 nefes atmak bu. Köpegen bu. Bak bu işin bir misalda tasavvur edelim. Aslında misal emas-ku, doğrumy? Mende misal ýok-ku.
kuni ezberlagan bo'lsa, sizlar ishlatib yasasizlar, to'g'rimi? Bu yozilishi uchun, masalan, oddiy o'zimiz yozganda klaviaturada. Lekin bizlar maktabda yozib chiqyapmiz, bizlar uni kopya qilamandan maktabga tashlamay qolib bo'ladi. Maktabga tashlayman va endi buni kopya qilamandan, uni teatrga beraman. Qaranglar. Ko'rdingizmi? Ajoyib o'qima yozuvi. Uni biz ancha tortib, boshqatib, qo'shnilariga o'rgatib ko'rishimiz mumkin. Sizlarga maktab taypida yozishni talab qiladi. Tushunarlimi? Eslab qolinglar. Shu maktab dasturini ustunovka qilasizlar, xolos yozib berlasizlar ulanadi. Agarda ulanmagan taqdirda ham sizlar bilan maktab dasturini topib turib, ishdan yozishingiz mumkin. Har xil kasallar bor masalan, aynan bu kasallarni ko'p qilib turib, tashib berasizlar. Tushunarlimi? Masalan, bu hozir bu orqali ham kasra yozsa bo'ladi, bu qaysi bo'lmadi u? Nelar bor? Bundan simvollari bor. Mana. Bu orqali ham narsangizlar bo'ladi, bir narsangizlar bo'ladi, lekin qiyin narsa u. Lekin simvollari bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Bular bosasan, rugini bossan, bu chiqaradi o'zinikilari. No, mo orqali qiyin narsa. Teng qo'yasan, kasr qo'yasan, boshqa qo'yasan. Mattab oson variant. Tushunarlimi? Keyin spravka, keyin shu bilan bizning nalarimiz tamom bo'ldi. Ya'ni Word dasturlamiz tamom bo'ldi. Endi hozirgi sizlarga beriladigan zadaniya. Sizlar hammang bir Word dokument ochasizlar. Qaranglar, birinchi navbatda bu yozishni himoyalaysizlar. Menda yozishni himoyalasizlar. Tushundingizmi? Yozib qo'yasizlar bu yerga. Yozib qo'yatasizlar. Keyin Word dokumentlaringizni o'zini himoyalaysiz. Word dokumentlaringizni himoya qilasizlar. Men shu Word dokumentlaringizni parol bilan tashlaman, parol bilan giraman. Lekin qarab turib, sizlarning dokumentlaringizni o'zgartirib bilmasligim kerak. Tushunarlimi? Shunday himoyalab, mana tashlaysiz Telegramdan. Hamma dars tushunarli bo'ldimi? Hamma meni gapimni tushundimi? Aniqmi? Okey.